Aholi orasida VPC vaksinasiga nisbatan salbiy fikrlar mavjud, ammo bu fikrlarning barchasi o'rinsizdir. Chunki VPC vaksinasining samarali ta'siri isbotlangan. Butun dunyoda 144 ta mamlakatda milliy emlash kalendari asosida 9 yoshdan boshlab qizlar emlanadi. Hattoki 47 ta mamlakatda o'g'il bolalar uchun ham bunday emlash joriy qilingan. Odam papilloma virusi hisobiga kelib chiqadigan erkak va ayollar tashqi jinsiy a'zolar saratoni, orqa chiqaruv yo'li saratoni, og'iz halqum saratoni va ushbu virus keltirib chiqaradigan boshqa har qanday o'sma kasalliklarning oldi olinishi isbotlangan. O'zbekiston Respublikasida 2019-yildan boshlab 9-14 yoshli qizlar orasida VPC vaksinasi bilan 2 ta dozada emlash o'tkaziladi. Emlashdan so'ng biroz miqdorda emlash joyida og'riq, shish, yengil darajadagi tana haroratining ko'tarilishi va holsizlik kuzatilishi mumkin. Bularning barchasi o'tkinchi holatlardir. VPC vaksinasi joriy qilingandan so'ng Angliyada bachadon bo'yni saratoni uchrashi 87%, ga, Avstraliyada kandilomalar uchrashi 90%, ga, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sma kasalliklarning uchrashi 64% ga kamaytirilgan.